أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biror amal qilmay ham ajriga erishish siri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar: ikkita ne'mat borki, insonlarning ko'pchiligi ularni qadriga yetmaydi. Ular tansihatlik va bo'sh vaqtdir. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ko'p odamlar hayotlaridagi eng katta ne'matlarni, sog'liq va bo'sh vaqtni qadriga yetmay, ularni boy berib qo'yishadi. Aslida kishi aynan sog'lom va fursati bor paytda oxirati uchun zaxira to'plab olishga harakat qilish kerak. Salaf solihlardan ayrimlari yoshlik chog'larida nafl ro'zalarni ko'paytirishga harakat qilishgan. Chunki inson yoshi ulg'aygach nafaqat nafl, balki farz ro'zalarni ham tutishga qiynalib qoladi. Qarilik, kasallik yoki zaiflik bunga monelik qilib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana shunday marhamat qilib aytadilarki, agar banda kasal bo'lsa yoki safarga chiqsa, unga sog'lom va doimiy holatda qilgan amallari savobi yozilib turadi. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ya'ni agar bir banda sog'lom paytida biror solih amalni muntazam qilib yurgan bo'lsa, so'ng bu amalni kasallik yoki qarilik sababli qila olmay qolsa, Alloh taolo uning amallar daftariga avvalgidek ajr va savoblarni yozishda davom etadi. Shu sababli inson yoshlik va sog'lik ne'matidan oqilona foydalanishi, sunnat amallarni muntazam ado etib yurishi lozimdir. Zero bugun bajarayotgan amalingiz ertaga kasallik yoki qarilik sababli yotoqda yotsangiz ham nomai amalingizga davomiy yozilib boradi inshaalloh.